Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun 4-darsimiz bo'linuvchanlik nbs nbi. Nbs degani nima deganimiz? Natural bo'luvchilar soni, nbi esa natural bo'luvchilar yig'indisi. Bir boshdan tahlil qilsak, bo'linuvchanlik nima uchun kerak? Bo'linuvchanlik bu ma'lum bir bizga berilgan sonni tub son ekanligini bilishimiz uchun kerak. Tub son yoki tub son emas ekanligini. Xo'p, natural bo'luvchilar soni ya'ni nbs qisqacha formulasini yozib ketaman. Bu masalan a darajasida alfa, s degan a darajasida alfa, b darajasida beta, c darajasida gamma bo'ladigan bo'lsa, nbsni topish kerak bo'lsa s ga darajasiga 1 qo'shaman, alfa plus 1. Yana darajasiga 1 qo'shaman, beta plus 1. Darajasiga 1 qo'shsam, gamma plus 1. Hammasini ko'paytmasi bo'ladi. Endi bu degani nima degani? Natural bo'luvchilar sonini topish. Masalan, misol ko'radigan bo'lsak, 12 berilgan. 12 ni 2 ga bo'lamiz. 6 2 ga bo'lamiz. 3 3 ga bo'lsak 1. 12 2ning kvadrat ko'paygan 3 ga. Nbs 12 uchun 2 ning kvadrati 2 bor, darajasida 1 qo'shamiz. Xo'p, 3 ning darajasida hech narsa bo'lmasa 1 bor degani. Hisoblaydigan bo'lsak 2 ga 1 qo'shsak 2, ko'paytirsak 6. Demak, 6 ta bo'luvchi bor ekan. Buni yozadigan bo'lsak bo'luvchilarni 12, 6, 3, 2, 4 va 1. 12 ta bo'luvchisi bor. Buni yozgandan ko'ra formulaga qo'ysak osonroq chiqadi. Nbi natural bo'luvchilar yig'indisi. Xo'p, bunda formula nima deydi? Ya'ni xuddi shundan foydalanamiz. S a darajasida alfa, b darajasida beta, c darajasida gamma bo'ladigan bo'lsa, nbi s uchun a darajasida alfa plus 1 minus 1 va asosda yana bir ayriladi. A minus 1 ko'paygan. B darajasida beta plus 1 minus 1 taqsim b minus 1 ko'paygan. C darajasida gamma plus 1 minus 1 taqsim c minus 1. Bu nbi'ning formulasi. Endi 12 ga nbi topadigan bo'lsak, nbiga 12 ga endi quyidagicha bo'ladi. Yani 2 ning kvadrati 3. 2 ning kvadrati yaptimi? 2 ning kvadrati plus 1 minus 1 2 minus 1. 3 ning o'zi darajasida 1 bor degani. 1 plus 1 minus 1 taqsim 3 minus 1. Hisoblaydigan bo'lsak 2 ning 3-si 8, 1 deymiz 7. Ko'paygan. 3 ning kvadrati 9, 1 deysak 8. Mahraj 2. 2 ga bo'lamiz 8 4. Ko'paytirsak 28. To'g'riligini tekshirish uchun qo'shib chiqamiz. 12 ga 6 qo'shamiz, 18, 2 ni qo'shamiz, 20, 23, 27 va 28. Xuddi shunday nbi'da formulasiga qo'ysak oson chiqadi. 4-darsimiz shundan iborat. Mavzuni mustahkamlash uchun Telegram kanaliga o'tib